oldinlari yolg'onchi, birov haqqini qo'rqmasdan yeydigan, xiyonat qiladigan odamni ko'rilsa, insonlar ajablanib qaragan shu odamga. Birov haqqini qo'rqmasdan yirkan bu, yolg'onchi ekan bu odam deb ajablanib, qo'polroq qilib aytganda irganib qaragan. Hozirgi kunda qanaqa bo'lib qolgan desa, hozirgi kunda bir insoniga sadoqatli kishini ko'rilsa, boshqa bir insonga yolg'on gapirmaydigan, birov haqqidan qattiq qo'rqadigan insonni ko'rilsa, insonlar ajablanib qaraydigan bo'lib qolgan. Men bu odam birov haqqini yemas ekan, va bu odam pokiz odam ekan deb qaraydigan bo'lib qolgan. Ya'ni sadoqat, vafodorlik, omonatga xiyonat qilmaslik hozirgi kunda insonni ajablantiradigan, insonlarni hayron qoldiradigan bir sifatga aylandi. Vaholanki bu sifat hamma odam bolasida bo'lishi kerak edi. Vaholanki odam bolasi mana shunaqa sifatlar bilan odam edi. Lekin almashib qoldi. Biz qanchalik yashirishga urinmaylik, zamon haqiqatan ham og'ir. Zamonimiz haqiqatan ham odamga o'xshab yashashga qiynalinadigan zamon. Ya'ni oldin 80 ga 20 bo'lgan bo'lsa, 20% yomonlayu 80% yaxshilar bo'lgan bo'lsa, hozir 20% yaxshilayu 80% yomonlarga aylandi. Shu holatda insonni dunyoqarashi yaxshi, vijdoni pok bo'lmasa ekan, 80% insonlarning qatorida o'tib ketaveradi. Qolgan 20% ga qarab ajablanib o'tib ketaveradi.